Musofirda yurgan har bir musulmon albatta bir kun uyga borib to'y qilishni orzu qiladi. Uyga boramiz. Shu to'yni boshlaganimizda shaharda eng oldi oshpazlarni olib kelib, aka, oshni zo'r qilib pishirib berasiz, xudo xolasa puliga gap yo'q deymiz. Yaxshi, oshpaz bizga ro'yxat beradi. U ro'yxat keyin qarindoshlar o'rtasida muhokamaga tushadi. Bir tog'amiz chiqadilar, 20 kilo guruchga 20 kilo go'sht soladimi? Bo'lmagan gap 10 kilo ham bo'ladi. Biz ham xalq ishda yuribmiz-ku, bilamiz deydilar. Xolamiz ham aytadilar, 20 kilo guruchga 10 litr yog' emas, 3 litr yog' solsang ham bo'ladi deb. Oqibatda to'yda oxirida biz kelib keyin shikoyat qilamiz oshpazga. Nimaga o'sha restoranda pishirgandek qilib pishirib bermading deb. Lekin aslida u oshpaz pishirmadi uni. Uni boyagi xolamiz bilan tog'amiz pishiruvdilar. Biznesda ham xuddi shu holatni tez uchratib turamiz. Kichik korxona rahbarlari katta kompaniyalarni boshqaruvchisini olib kelsam shu bilan ishim yaxshi yurishib ketadi deb o'ylashadi-da, lekin u kelgan kadrga imkoniyat yaratib berishmaydi. Ya'ni u o'z mahoratini, ilmini bu yerda qo'lla olmaydi. Yana boshqa xodimlarga o'xshab rahbarning aytganini bajarishga majbur bo'ladi. Xullas, bu qimmatga kelgan zo'r ilmli kadr emas, yana oddiy ishchi, lekin shunchaki qimmat to'lanadiganga aylanib qoladi. Va rahbar oxirida nima deb aytadi? Mana o'sha zo'r kompaniyadan olib kelganim ham hech narsa qilmadi-ku deb. Aslida gap xodimda emas edi. Gap unga imkon berilmasligida va o'zimizni nima xohlaydiganimizni oldin bilishimizda edi. Shunaqa